Akalar, videoni boshida albatta like bosib qo'yinglar. Nimaga desalaring, Lider Universal Drabilkalar zavodiga yetib kelganmiz. O'tgan safargi videomizni ko'rgan bo'lsalaring, bilasizlar, narxi bunaqa narx bo'lmagan. To'g'risini aytaman, o'zim ham narxini eshitib maza qildim. Like'ni o'zingiz bitta mana shunday bosib qo'yishga majbur bo'lasiz, narxini eshitgandan keyin. Xo'p, akalar, o'tgan safargi videomizdan keyin to'g'risini aytaman, Elmurod akamiz aytishyapti, drabilkalar tugab ketdi deyishyapti. Haqiqatan uyingizda o'tirib bozorga bormay qo'yinglar. Shu videodan bemalol ko'rib, qaysi biri yoqsa, zakaz qilishlaring mumkin. Chunki biz ishlab chiqarilish sexiga kelganmiz. Bozordan anchagina arzon bo'ladi. Bemalol olishlaring mumkin. Videoni umuman o'tkazib yubormanglar. Agar o'tkazib yuborsalaring, afsuslanasizlar. Like bosib, kommentariyada chiroyli so'zlar bilan ustagamizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, hozir birgalikda narx-navolarni va nimalarda ishlatib chiqarib bera oladi, hammasini ko'rsatib beramiz. Biz bo'lmasam videomizni boshladik. Albatta erinmasdan like bosing. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sanjar obunachilar, yaxshimisizlar? Yaxshi ko'rlaringmi? Rahmat aka, Xudoga shukr. Bugun kuzatuvchilarimizni xursand qilamiz. O'tgan safargidek. Xudo xolasa. Narx tomonlama ham, sifat tomonlama ham hammasini ko'rsatib beramiz. Ko'rsatib tushuntirib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, bo'lmasam aka, bu safar qanday motorlardan foydalanyapsiz va maxaviklari qanaqa? Motorlari qanday? Motorlar eng kichkina motorimiz bu 2 kilovatli motorimiz. 200 kilovat, 3000 оборот. Xo'p. Alyumin. Bunisi mana Titan motor, o'sha 4 kilovatlik. Bu ham alyumin. Bu o'sha alyuminning eng full variantidan o'sha kilogramm 25 kilolik motor. Bu ham alyumin. 6,5 kilovat. 6,5 kilovat, 3,5 оборотli eng full variantidan. Endi eng zo'ri mana Ariol motorimiz 26 kilolik mis motorimiz. 100% medni. 100% medni. Mis. Endi bularga qo'yapmiz. Xo'p. Asha eng og'irlariga, ya'ni 6,5 lik ikkita. Shu ekoga shu bunaqani qo'yib beryapsizmi? Mana shu ikkala 6,5 lik eng full variantlariga mana so'rga tekkizilmagan zavod mahaviy 24 ta pichoqni qo'yib beryapmiz. Og'irligini ko'raychi. Bunda suvarka yo'q ekan-a? Suvarka yo'q. Og'irligini qaranglar. Kuzatuvchilar. Mana. Molotkoylariga e'tibor beringlar. Molotkoydan ham sinmasdan bosib tashaverishgan molotkoyda. Xudo xohlasa balanslari zo'r chiqadi, xohlasa. Bu umuman naqasi yo'q. Endi buni qo'yamiz mana. Xo'p. Bu ekoga qo'yiladi. Bu ikkalovi 6,5 lik eng full variantlarga qo'yib beriladi. Endi mana listli variantimiz bor mana. Olib kelib ko'rsataverasiz mana. Bu listli 5 kilolik. Kilogrammi 5 kilo. Listli bo'lib joyi yo'q qo'yanmas ekan. Yo'q qo'yanmas. Bu egilmaydi, masalan, temir-pemirga tosh qo'shib ketsa ham, tosh qo'shib ham egilmaydi, sinmaydi. Bu ikkala motorimizga, bu 4 kilovatli bilan 2 kilovatli motorimizga bundan qo'yib beramiz. Zo'r. Nimaga deyotganlargachi? Nimaga deyotganlarga, bu zavod mahaviy original motorga qo'yib beramiz. Chunki u kilogrammi 10 kilo, 11 kiloga chiqadigan narsa. Bunga qo'ysa, bu uncha ko'tarolmay qoladi. O'shanga agar bunga qo'yib berilsa, misol puli qo'shilib qoladi, bunga qo'yib beraveramiz. Sal qiynaladi lekin. Past bo'lsa qiynalib qoladi. Qiynalib ishlaydi. Hamma yoq nazoratga olingan. Yengil mahaviy qo'yib beramiz 2 xil motorimizga. O'shanda buni qo'yib beradigan bo'lsak, misol uchun to'klari 160 va 170 ga tushsa, mana maxavik bilan bemalol ishlab beraveradi. Agar buni qo'yib qo'yadigan bo'lsak, ozgina qiynalib qoladi. 220 bo'lish kerak to'liq. Bu ham xuddi shunday. Bu maxavikni qo'yib bersak, 160, 170 tokka ham bemalol ishlab beraveradi, xohlasa. Hammasi nazorat ostida bo'lingan. Setkasini nechta qo'shib beryapsiz aka? Setkalari xudo xolasa. Qalinliklari qanaqa bo'lyapti? Qalinliklar qarang mana, kuzatib ko'rasiz. 2 lik. O'tgan safargidan qalinmi bu? Qalinlashtirib qo'yganmiz xudo xolasa. Qalinlashtirilgan. Qalinligi zo'r haqiqatan. Buni qalinligini qarang, buni. Kuzatuvchilar. Ikkala donga, ikkalasi o'tga mana. Bunisi molbob, bunisi qo'ybob. Qo'ybob. Bunisi kepakbob holatga olib beradi don mahsulotlarini, bunisi yorma holatga olib beradi. Zo'r, bularni ham hozir bir qator ko'rsatib o'tamiz, kuzatuvchilar. Xo'p, drabilkamizda qanday qulayliklar bor? Bularni ham bir qator aytib o'tib ketaylik aka. Drabilkamizni barcha turdagi don, o't, ho'l, quruq, umuman hech narsa tanlamaydi, universal. Zo'r. Tagida g'ildiragi bor. G'ildiragi bor. Masofadan masofaga bemalol u yoqdan bu yoqqa mana yetilsa bo'laveradi. Ayollarimiz ham, qizlarimiz ham u yoqdan bu yoqqa bemalol olib ishlatishlari mumkin. Qiynalishmaydi. Oddiy misol, sizlarni o'ylab mana bu narsasini ham qo'yib qo'yishgan. Mana shu yerdan shunday ishlaysiz.
tortib ketaverasiz. Misol uchun, zinali joylarga olib chiqadigan bo'lsangiz, mana bu ikkita joyida mana bunday simdan ham qo'yib qo'yishgan. Ikki shuni ko'tarib tepaga olib qo'yishga oson. Qulayliklardan yana bittasini nima aytaman? Setkasi yonboshdan tushishi sizga zo'r bo'ladi. Setkalar yonboshdan bitta ko'rsatib qo'yaylik. Mana setkalarni ham hozir ko'rsatamiz. Mana setkasi mana bu yerdan chiqadi. Kuzatuvchilar, hech qanaqangi bulutga top, yech bo'lish shart emas. Bo'ldi. Tushdi, bo'ldi. Chiqarish ham oson. Misol uchun, ertaga to'lib qoladigan bo'lsa, setkani shunday sug'urib, tom mahsulotlarni shunday to'kib yuborsangiz, yana drabilga qiynalmay ishlab ketaveradi. Xo'p, Elmurod aka, bo'lmasam nimalarni chiqarib ko'rsatib beramiz bugun kuzatuvchilarimizga? Bugun xudo xolasa mana bug'doy, Xo'p, makka, o't mahsulotlari, makka poya, pres. Somon preslarni chiqarib ko'rsatib beramiz. O'ylashmasin, xudo xohlasa, biz vohadan kuzatib turgan akalarimiz ham qish kunida g'o'zapaya deydimi, sezonda tikonli o't bor, nomi nima deyadi? Yantoq. Chiqaraveradi. Xudo xolasa videolarimiz, chiqargan videolarimiz ko'rishlari mumkin. Sizga Telegramdan tashlatsa, albatta hammasini chiqarib bergansiz. Videosini tashlab beraverasiz. Zo'r. Bo'lmasam chiqarib ko'rsatib beramiz, xudo xohlasa. Xo'p. Qarang, narxini aytmayapmiz. Hozir so'kib tashlashadi bizni. Narxini aytaylik. Ha, bo'ldi. Narxlari qanchadan qilib berasiz biz kuzatuvchilarimizga bu safar? Narxini belgilab qo'yim dedingiz. Narxlari xudo xolasa bu safar 1.600.000 dan boshlanib, 2.600.000 to'xtaydi. 2.600.000 da to'xtaydi. Endi uni tushuntirib o'tamiz bitta. Mis alyuminliklari bor. Keyin yana bitta narsa, like bosishsin dedingiz. Birinchi o'rinda like bossin. Agar shu videoyimiz ostida 1000 ta like bo'lsa, ikkita drabilkani siz obunachilaringizga bepulga dastlabkilarni ichida qilib beraman. Tekinga qo'yib berasiz. Tekinga ikkita drabilkani shu videomiz ostida 1000 ta like yig'ilsa, ikkita drabilkani tekinga dastlabkilarni tekin qilib beraman. Seriozli. Ketdi. Kuzatuvchilar albatta skrinshot qilib qo'yinglar mana shu joyini. Akamiz va'dani berdi. Xudo xolasa, sizlar like bosib, men ishonaman sizlarga. Like bosib, kommentarda chiroyli so'zlarni yozib tursalar, ikkita drabilkani tekinga yutib olasizlar. Xo'p. Endi narxni boshladik. 2 kilovatli motorimiz. Narxi 1.600.000 so'm chiqadi. Universal. Faqat quruq qabas, universal. Mana hayklar qo'yib berasizmi? Mana shuni qo'yib beramiz mana. 2 kilovatli motor, mashina qo'yib beramiz. 1.600.000 so'm chiqadi. Ko'rinish mana shu holatda bo'ladi. Bir xil. Ko'rinish mana shunday. Motor o'zgaradi xolos. Motori pichog'i o'zgaradi, narxi o'zgaraveradi. Setkasi bir xil, o'shanda turadi. Hamma yo'g'i bir xil turadi. Komplektda buni zaslonkasi ham ketadi, kuzatuvchi. Ketadi, hammasi ketadi. Zo'r. 1.600.000 ga mana, ko'ryapsizlar. 1.600.000 ga mana shu. Endi bu o'zi 3 kilovat deb yozib qo'ygan ekan, ba'zi 3 kilovat deb sotiladi. Yo'q, uni bermaydi. Biz yozib qo'ygan aytmaymiz. Biz beradigan aytadi. 2 kilovatli. 2 kilovat. Xo'p. Mana bunga mana 4 kilovatli motorimiz bor. Titan. Bunga qo'yib beramiz buni. Buni narxi 2 million so'm. 4 kilovat titanni 2 million so'm qo'yib yubordik. 2 million so'm. Kuzatuvchilar, вообще aytdim-ku, narx haqiqatdan arzon. Albatta like bosib, ustakamiz kommentarda chiroyli so'zlar bilan qo'llab tursalaring. 1.600.000 so'm joyimizdan 2 million so'm. 4 kilovatli original titan motorimiz. 18 ta pichoq qo'yib beramiz. Endi eng full variantlarga o'tamiz. Xo'p. Zavod Mahaviy motorlari 25 kiloli motor. Xuddi shuni Sanjarbek. Xo'p. 18 kiloli motorlari bor. Hozir sotishyapti. Bilganmisiz 2 milliondan sotishyapti. To'g'ri. 6.5 kilovatli 2 million sotishyapti. Lekin yaxshilab bitta narsaga obunachilar e'tibor beringlar. Bu motor 25 kiloli motor. 18 kiloli motorni qo'yishib 2 million so'm sotishyapti. Xo'p, buni nech pul qilib beryapsiz? Buni biz siz obunachilaringizga 2 million 300 ming so'm qilib beraman. 2 million 300 ming so'mdan ketdi. O'zi 2,5 million narsa edi, 200 million skidka qilib yubordim. Joyimizdan 2 million 300 ming so'm ketdi. Original mana. Agar yo'q menga shu narigi 18 kiloli motorni qo'yib ber desam, men ham 2 millionga sotaveraman. 2 millionga qilib beraveraman. 6,5 kilovatli 18 kiloligi bor-da, 20 kiloligi bor. To'g'ri, albatta. Men ham 2 millionga beraveraman. Lekin bu full varianti 2 million 300 ming so'm. Xitoyga nimani aytsangiz, o'sha narsani sizga yozib jo'nataveradi. Muammosi yo'q, lekin haqqoniy bo'lish kerak bu yerda, to'g'rimi aka? To'g'ri. Bu yerda haqqoniy ketyapti. 2 million 300 ming so'm qilib beraman joyimizda. Endi mana misligini 100% misli 26 kiloli. Buni ham o'sha. Xo'p. Qanchaga beryapsiz buni? Buni hozir shu gapim
o'sha 18-20 kilolik motorlarni 2.300 ming so'm sotishyapti. Hop. Agar zakaz qilib, bizga ham misol menga o'sha motordan qo'yib ber desa, misol 20 kilolik motor qo'yib beraver, menga bo'laveradi 2.300 ming desa, qo'yib beraveramiz. Lekin bu eng full varianti. O'z 2.600 ming so'm qo'ymoqchi edi, siz obunachilaringizga 2.5 so'm qo'yib beraman. 2,5 million qo'yib bering. Qo'yib beraman. Misligini 100% 100% 26 kilolik motor. 100% 26 kilolik. Liboy naqasi javob beramiz 26 kilo chiqishiga 18 kilo 20 kilometr qo'ymaymiz biz. Zakazga lekin qo'yib beraveramiz. Zakazga qo'yiladi. Aytsa bo'ldi. To'ppa-to'g'ri. Mahaviklari ham og'ir bo'ladi. Kuzatuvchilar albatta laykni bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Biz bo'lmasam bu drabilkamizning motorlarini va ishlash jarayonlarini sizlarga ko'rsatib beramiz. Ishlashini qaranglar. Hech qanaqa ovoz ham yo'qda. Mana. Qo'lga surib bo'ladi. Bunaqa ko'rinadigan darajada bo'ldi. Endi makkani chiqarib beramiz. Keyin qaysi holatga olib kelganini birgalikda ko'ramiz kuzatuvchilar mana. Makkani. Yorma holatdami bunisi? Ha, qani? Yorma holatda. Ortiqcha gap yo'q ekan. Har doimgidek sifat o'zgarmagan, baquvvat. Mana changayotgan keladigan bo'lsa, kuzatuvchilar albatta qop kiyib olish kerak birinchi o'rinda. Bo'ladi Elmurod aka. O'zi albatta drabilkada don mahsulotini chiqargandan keyin 1 minut o'chirmay turish kerak. O'chirmay turish kerak. Qozonni tozalab olish kerak, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Keyingi ishlatishiga xudo xohlasa qiynalmay mana kuzatuvchilar. Elmurod aka ikkovida ham kepak holatda chiqarib yuboribmiz. Zo'r bo'libdi lekin. Mana kuzatuvchilar mana bug'doy. Holatini ko'ryapsizlar, kepak holatga olib kelib tashlagan. Endi unisini qarang. Unisi makka mana. Makkani yangi tug'ilgan jo'jalarga bersa bo'laveradigan holatga keltirib tashladi. Nima uni holatda. Ikkovini bitta qilib bemalol ratsion tuzib, mol qo'ylaringizga bersangiz bo'laveradi kuzatuvchilar. To'ppa-to'g'ri. Holati zo'r. Eng main setkasi mana shu bo'ladi. Eng main setkasi bu. Yormaga shubha qilmasak bo'laveradi. Bundan chiqarib bergan, xudo xolasa u yormada qiynalmaydi. Qiynalmaydi xudo xolasa. Xo'p, endi don mahsuloti, xashak mahsulotlarini chiqarib beramiz. Molbob holatdami? Molbob holatda. Molbob holatda somonni chiqarib beramiz. Ustakalar like bosish esdan chiqib qolmasin albatta. Ustakamiz ikkita drabilkani shunday tekinga tarqatadi. Makka payani chiqarib Makka payani ham chiqarib yuboramiz. Makka payani ham mix qilib yuboraylik. Qanisan ey, o't xashaklar. Voy, no arqonni ham sog'oribsiz aka? Ha, hamma yo'q. Chiqarib yuboraman. Chiqarib yuboramiz. Mana buni qaranglar. Mana kuzatuvchilar. Mix qilib tashladi. Somonni mana shu holatga olib keldi. Olib tashladi. Mana o'sha sizlar ko'rgan makka poya. Mana ularni yuborib 3 ga bo'lib tashladi mana. Eng qattiq joylarini chiqarib tashlab, mana bunaqa holatga keltirib, archib chiqarib tashladi. Juda ham zo'r. Elmurod aka, endi hammasini ko'rsatdik, chiqarib berdik. Kuzatuvchilarimizdan qolgan narsa bitta ekrandagi nomerlarga telefon qilib, videomizga like bosib qo'yishsa, chiroyli qilib narxlarini chiroyli qilib berasiz yanada. Bo'ldi, xudo xolasa. Aloqa chiqishaveradi. Bexotirjam. Dastavkalarni o'ylashmasin. Dastavkalari O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Juda ham tezlik bilan xudo xohlasa. Kuzatuvchilarimizni qanday kutib qolmaysizlar. Bemalol telefon qilinglar, bexotirjam. Elmurod akamiz bilan bugun yoki kecha kuni tanishib turgan joyimiz emas. Aka 1 yildan o'tdi shekilli, xudo xolasa. 1 yildan o'tdi, xudo xolasa. 1 yildan o'tdi. Birga ishlab turibmiz.
bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa ishonchli drabinkalar har doim Elmurod akamizda bo'ladi. Like bosib albatta qo'llab-quvvatlab turaverasizlar usta akamizni.